Assalomu alaykum. Mana bizning So'lon qadimiy jon qishlog'imizga xush kelibsizlar. Juda boshim ko'kka yetdi. Mana sizlar qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, nasib bo'lsa. Shu ijodingizga barkamollik. Nima deydi, yaxshilar bilan yetasan murodga degan gap bor. Juda ham xursandman. O'tganda, qaytganda shu mehmonimiz bo'lib tursalaringiz albatta. Xursand bo'lamiz. Rahmat sizga. Biz hali odam bor joyga odam keladi deydi. O'tgan safar ham o'tirganmiz, lekin biz taxminan 3-4 yildan buyon yozishamiz, ha? Ha, xuddi shunday. Bu yil ko'rishdik shekilli o'zi, ha? Bu yil o'tgan safar Surxondaryoga borganimdan o'takishda. Nima demoqchimanki, o'shanda ham biz suhbatimiz oxiriga yetmay qolgan. Sababi bu inson endi yonida maqtayapman, bor gapni gapirishim kerak. Ham diniy ham dunyoviy ilm egalaridan, jon qishlog'ining hurmatli qori akalaridan, hoji akalaridan. Men yana bir e'tiborli tomonini aytaman, uylarda 1000 dan oshiq kitob bor ekan, 1000 dan oshiq. Va 86 ga kirgan onaxonlari ko'z o'ynaksiz kitob o'qishar ekan. Havas qilib, men onasi bor insonlarga doim havas qilaman. Va o'sha haligi bu o'tgan safar kelganimda bir Xitoy olimini bitta gapini aytuvdingiz, kitob haqida nima edi? Nega esimdan chiqib qolgan o'zingiz? Xitoy faylasuf Seneka aytganda, men pulim bor payti kitoblar sotib olaman, pulim yo'q payti ro'zg'orim haqida o'ylayman degan. Seneka. Ha, faylasuf. O'sha mana shunday o'qimishli insonlarni voyaga yetkazdirgan ota-onalaringizga rahmat. O'tgan otangizni Alloh rahmatga olgan bo'lsin va onaxonga ayting, duo qilsin. Aynan meni ismimni aytib, Mirzo shoir deyishib duo qilsin. Farzandlar qatorida onalar haqida gap ketyapti. Mana shu onalarimiz borligidan faxrlanib, sizga havas qilib, kecha yozgan, hali siyoh qurmagan, hali biror joyda o'qimaganman. O'zim ham yaxshi bilmayman hatto. Afg'on qirlarida jarohat oldim. Xalqim xizmatida mukofot oldim. Baribir bir umr armonda qoldim. Onamning duosini ololmaganman. Mendan minnatdordir qancha muxlislar. Ismi qo'shib bo'ldi necha gul qizlar. Balki ibrat kimga men bosgan izlar. Onamning duosini ololmaganman. Hali go'dak edim. Hali g'o'r edim, xumpar bola edim, ko'zi ko'r edim, hayot shirin ammo manglay sho'r edim, onamning duosini ololmaganman. Mirzoga hech nedir dardin boshqasi, bir haqqa ayondir ko'nglim qashqasi, nasib etarmikan jannat bog'chasi, onamning duosini ololmaganman, onamning duosini ololmaganman. Sog' bo'ling, onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Bugun albatta biz duo qilsin. Hozir o'sha bundan 10 yil avval siz Samarqand kutubxonasidan olib kelgan kitobingizni maktabda yo'qotib qo'ygansiz. Juda ham xursand bo'lganman o'tgan safar shu gapni aytganingizda. Darhaqiqat juda ham kitobim kam yo'q, lekin mana rizq nasib ekan, haligi pre-studio deydi, Farhod o'sha kitobni yashirib olib kelgan kitobni bering. Ana shuni sizga o'sha o'tgan safar aytgan gapingizdan keyin kitobni topdik. Rahmat. Va bir ikki qator tilak yozib qo'ydim. Abbosjon qori shu dilda bori. Omon bo'ling deb Mirzo Karim. Sog' bo'ling. 1000 bitta bo'ldi kitobingiz. Sog' bo'linglar. Sizga kitobxonlar ko'paysin.